Bu holatga na kullaringni, na yig'lashingni bilasan kishi. Asosan Qashqadaryo, Surxondaryo yigitlari nima uchun yilni duosini olish uchun Navro'z bayramida biror bir taniqliroq san'atkorni chaqirib konsert qilib berishi an'anasi bor bilamiz. Lekin bu yil kim o'zlariga o'sha yarim yalang'och aytayotgan qo'shiqning na ma'nosi, na matrig'i bor. Xotin qizlarni chaqirib falon so'm pul to'lab konsert qilib berishdan men hech qanday bir ma'no ko'rmadim. Faqatgina o'sha yarim yalang'och qo'pol qilib aytganda ketini xalqqa ko'z-ko'z qilishdan boshqa ma'no ko'rmadim men. Ana shunday Navro'z qilib bergan, ana shunday aka-ukalarimizga bir fikrim bor meni. Hali rivojlanishi yetib bormagan Choldivor maktabda o'qiyotgan bolalar aynan sizning farzandingiz. O'sha o'ydim chuqur, chang ko'chalarda qiynalib harakatlanadigan ota-onalar aynan sizniki. Xafa bo'lmang, siz xorijda qanday yuribsiz bilmadim, lekin bu yoqda xiyonat qilib yurgan ham aynan sizning xotiningiz. Ming afsuslar bo'lsin, ming afsuslar. Mana shu asosda shakllangan jamiyat aynan bizning jamiyat. Men shunchaki oyna tutdim xolos, agar vijdoningiz bo'lsa bundan xulosa chiqarasiz.